Optim yurak banda ekan qo'qir. Inoqlar. Ajoyib o'shadan qadr qo'yamiz o'shadan fona. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. 30-iyul Xorazm Qo'shko'pir kun bozordamiz. Dehqon bozorini ko'rib chiqamiz. Xaruz, qovun, tarvuz ishidan giramizdan navlar bo'lsa sizlarga narx-navolarni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Like'larni bosib qo'yish yoddan chiqmasin. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta podpisatsiyani bosib obuna bo'lish yoddan chiqmasin. Cho'poq bo'ldi degan obunachilar. Xudo xolasa bir qator yondan Zapchas bozor tarafga qarab ketamiz. Keyingi videolarda xudo xolasa Zapchaslarni, ko'na eski narsalarni, baholarni bir qo'ldan kelgancha ko'rsatib beramiz. Morojnini ham aytib o'taveramiz. Morojni necha so'mda-yu? 5000. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? 5000 so'mdan morojnilar. Keyin giraverishda qovun, tarvuz, havon. Tarvuz nima bo'lib turibdi ekan? Dehqonchilik o'qish. Assalomu alaykum, og'a yaxshimisiz? Necha so'm qovun? 5000 kivi qovunlar. Tarvuz necha berdingiz? Tarvuz 2000. Pomidor ne? Pomidor 3000 so'm ekan. Yaxshi. Men bu yerda yana Timka pomidorlari. Assalomu alaykum, o'g'lar. Siznikimi pomidorlar? Necha so'm? 3500 so'm. Yozib qo'yibdilar ekan. Bular yana duzlanadimi bular endi? Banka duzida. Lampishka Timka pomidorlarmanlar. Bilmadim. Timkami shunday model? Lampishka pomidor. 3500 so'm ekan og'aylar. Ko'proq olgani nechadan berasiz? Ko'proq olgani? Kilogram yashkam 3,5 ekan. Tamam og'a, zo'r. Yine. 5. Yaxshi. Savdoningiz bersin. Chorvadorlar uchun kun bozorda yana drobilkalarni olib qo'yibdilar ekan, vodiy drobilkalari. Og'amiz bizlarga tushuntirib beradi. Og'a, assalomu alaykum, yaxshimisiz og'a? Salomatmisiz aka? Hormang. Salomat. Bu necha model bu og'a? Xo'p, bular Lisli modeli bor, Mahaviyli modeli bor. Qanaqa bo'ladi bu? Kuzatuvchilarimiz biladi mana. Hop. Jiguli Mahaviydan zakasnoy deydiganlarga mana bundaylari bor. Mana qalinligi mana oldidan oling-da, qalinligi 3 sm bo'ladi. Aha. Pichoqlarining segmenti 4 qator bo'ladi. Pichoqlari 32 tadan bo'ladi. Buni listligi ham bor mana. Listligi qanaqa bo'ladi bu? Makina boshına tegmasin. Listligi bu listligi 8 mm'lik, 1lik deyilaydigani mana shu bo'ladi mana. Oldidan olsangiz qalinligini ko'rasiz. Mana bu Mahaviy bo'lmaydi, Mahaviyda bu listligi bo'ladi, qalinlik. Qalin bo'lsin, bu 8lik. Buni ham pichog'i xuddi shu 4 segmentlik malatoglari bor, hammasida malatok bo'ladi. Izg'aram, donam chiqaradi. Ho'li quruq hammasini chiqaradi. Saylamaydi. O'rmonga o't ketsa ho'li quruq barisi yonadi deydi-ku. Ishini tushgandan keyin hammasini chiqaradi. Shu. Necha so'm bu puli necha so'm? Xo'p, 2.200.000 dan boshlanadi. 2.400.000ligi bor, 2.600.000ligi bor, 2.800.000ligi bor. Arzon qilib bermaysizmi obunachilarimizga? Arzonlatib beramiz sizga hozir shu nimada obunachilar uchun. Obunachilar telefon qilsa, mana buni nomerlar. Xo'p. Chapko'pirda mestamiz bor. Oluvchilar Urganch Chapko'pirga borsin, xohlasizlar telefon qilsa shu nomerlarga olib borib beraveramiz. Dasturga qilib berasiz. Ichidami? Bepulmi? Narxini kelishamiz, olib borib beramiz. Bo'ldi, tamom og'a. Donam chiqaradi, sholi somoni. Yana shu nomerlarga telefon qilasizlar. Yana 90 232 55 53 33 232 55 53 ekan. Mana yo'q. Rahmat. Og'a yaxshimisiz? Changachal bo'lmizdan. Necha so'm bular? 270 dan. 270 dan? 280, 290 o'zing aladon bo'lsa 260 dan necha ko'sa o'tib berasiz? 4 metrdan dafaga qarab kelsa 260 mingdan taxlab beramiz. Optim baho bo'ladi undan ko'proq bo'lsa, ob'yem ko'p bo'lsa-da shunda. Golnikli variantda bo'ladigan bo'lsa 300 ming so'mdan beramiz. 300 ming so'm shu golnik. Golnik qo'yiladi. Bu ham konteynerning golnik axir, to'g'rimi? Tushunarli. Buni o'zi bukilgan, o'zi bukilgan. Bu hozir mana shu so'rab ketdi. Bizda ko'ra qiylarni to'g'ri qo'yadi. Necha so'm bo'ladi shu turishi? Mana hozir bu turishi 1.80 ming so'm bo'ladi. 1.80 ming so'm bo'ladi. 4 metrmi? 4 metr. Nechadan hisobladingiz buni? Buni 272 ming mashqdan tushib qoladi. Yaxshi. Qo'ylarni berishaveradi aka, metriga necha metr zaril bo'lsa, zakaz berishaveradi. Necha metrgacha yasaymiz? Farqi yo'q.
300 pul. Onasi uyiga olib Eng katta 6 metrdan ishlanamizlar yo 8 metrmi? 4,5 metrdan ikkini olib borib ittifoqqa 9 Ha, metr. qo'shib berasiz, ha? Borib uston olib ketib beramiz. Bo'ldi. Qo'ylarniki necha so'm bu? Qo'ylagi bular 400 ming so'm, orqa 550 ming so'm. Metri 400 mingmi? Yo durishimi? turishi. Shu durishang 2 metr. Uzunlashgan sari metr uzun bo'lgan sari narxi arzonlashaveradi. Bunda ham, bunda ham. Ha ha ha. Agar kaltalashgan sari temiri ko'p. Assalomu alaykum. Nima keldingiz? Balonak keldim o'taman. Bu safar bananmi? Bu safar uzun bir safar, qovun bir safar banan. Bo'ldi. Nereye joylashasiz hozir? Yangi bozorda vazlari keldi. Ay nomerini aytib bering. Bo'ldi. 97 dan 340 08 20. Bo'ldi. Dastlab ketib berasizmi bularni? Tamam, yaxshi. Xiva bozor. Xiva bozor. Oo, assalomu alaykum. Rahmat. Siz qanday ishlaysiz, yaxshimi? Bana okut ko'pman, shaytik olaman degandan keyin. Ha, siz uradingizmi? Ha. O'qibman. Ha. Bo'ldi, o'qiversin. Keyin o'qib. Bir ay oldu endi, 3 ay bitta, 3 oylik ekan o. Aha, o'rganib bo'lsindan yarama montajida telefon ursin. Okut O'rgataman. Bo'ldi, tamam, og'a. Yaxshi. Yaxshi, og'a. Birat telefon qiladi, bolani shogirdchiligiga ol, o'rgatadi. Bilan bir narsa qarani, ya montajni telefonda montaj etish ya bir tushunami desam, yo'q, 0 dedi. Keyin esa o'qiting, o'rgating dedi. Yaxshi deb o'qishga borib ko'pman dedi. Aka, assalomu alaykum. Sizni ko'rsatdim, pulni aytsangiz bo'ldi. Pulini necha so'm? Piyozning kilosi 3000, xaltaga bersangiz deng. 1500 so'm. Yaxshi aka, saloningizga bo'lsin. Pulini bilsak bo'ldi. Tarvuz necha so'm bo'pti? 1500 so'm ekan. Mana. Toza uzilgan ekan bu aralari. Toza uzilgan ekan. Niki bu, niki? Bu yangi bozorniki. Yangi bozorniki. Yaxshi. Savdolaringizni bersin. Issiq bo'lyapti. O, bedagi ulug' katta tarvuzlar bor ekan, tarvuzlar. Assalomu alaykum. Og'a, yaxshimisiz? Tarvuzlar necha so'm kattalari bu? Voy. Ha, bu 10 kilodan ziyod bular, to'g'rimi? Necha so'mdan? 2,5. 2,5 ming so'mdan. Zo'r ekan. Shu mashinani ko'chada uzoqda qo'yib kelamizdan keyin olib borish uzoq bo'ladi. Men to'g'ri olib ketasim keldi. Olib ketasim keldi, bo'ldi, mana shu girib chiqaman, qaytib olib ketaman ish kattadan. Optima kerak bo'lsa, gelishtirib beramiz. 2,5 dan kelisham optim. 2,5 dan gelishadi optima. Nerniki bu? Oboddan. Qo'shchibrodda pishgan bu. Havo yurdi. O, o'zimizning mesin nalar xaruzlar zo'r bo'ladi, mazali. Telefon nomerini qo'ysang-ku, ehtiyoji. 77lik 123 4026. Ana optim olaman desalar, yaxshi. Bo'rikalar necha so'm bular? 5000 dan. 5000 dan bular. Havo. Yaxshi. Bunam gelishib. Ko'pmiysiz buni? Havo. Optim olaman desalar. 1 gektar. Isa. Yaxshi, og'a. Sizdan tushib baravermaysiz yo to'xtating. Ana, tarvuzlarni aytdik. Assalomu alaykum. 1500 dan arzonmi? Necha? 2000 mi? Endi varaqda bir xil baho, barakda bir xil baho. 2,5 dedilar Aryanda. 1500 dan ham bo'ldi. Bu katta qaruzlar ekan bular. Nerniki, og'a? Qo'shchibrodniki. 2000 dedingizmi? 2000 so'm. Yaxshi. 2000 dedilar ana. Yaxshi, ketdik qani yana navlarni ko'ramiz. Evda tarpeda qonunlar bor ekan. Tarpeda qonunlar. Assalomu alaykum. Og'a, yaxshimisiz? Necha so'm bular? Tarpedalar 2,5 ming so'm. 2,5 mingdan. Yaxshi. Yuraklar 3 ming. Arzonlabdi-ku. Bu 3000 so'm ekan. O'ris yurak deymi buni? Borus yuraklar. Ana. Nima bo'ladi? Eski bozorda. Ha, Urganchdan chiqadi dedilar. Ha. Urganchda olacak o'zingizlar boraverasizlar ekan. Xunjida borasizmi shunda? Mana, Urganchda Eski olamiz. bozordan bo'lamiz dedi. 2,5 ming so'm. 2,5 ming so'm tarbiyalar. Bo'ldi. Tamam. Ko'proq Ajoyib. bonusi bor. Ko'proq olsa bonusi bor ekan. Tarvuzlar. Bular nechadan? 2000 so'm. Kilosi 2000 so'm. Ajoyib. Yaxshi. Savdolaringizni bersin og'alar. Gurvak. Assalomu alaykum. Og'alar mumkinmi? Gurvaklar necha so'm? Yuraklar 5 ming. 5000 so'mdan ekan. Bular nerni gurvak bu? Shabbozniki. Shabbozniki. Yana.
Yaxshi ağa. Ellik kalanın kavunu. 50 kalan. Bu börükelleler neçe ağa? Börüketler bu 3,5 etmem. Bunu 5 etmem. Farkı ne? Farkı bu meydası bu ırısı. Ha. 3,5 bu 5 ekan. Acayip ağa. Sağlığınızı versin. Oktuğa giriş öyle. Bu ne oldu en kavnadı ağa? Selamünaleyküm. Ha? Tarxun. Selamünaleyküm. Qarman işleri yaxshimi? Qarman nechadan beri tursiz bularni? Nazgana petnosi borlar 4 dan. Buyog'i 5 dan. Turlari. Ko'proq pishib ketganlar 4 ta. Bular normalda pishganlari 5 ta. Mashina bilan ekan qo'y. Svej yuzilgan beralarini ko'rinib turibdi. 5000 4000 aralash. Yaxshi ağa, savdoingiz bersin. Har xil, banda endi imdin oq yurak boyna. Bom urus yurak deb aytalarmadi. Assalomu alaykum, og'a yaxshimisiz? Rahmat, nechisiz? Qo'nlarni ichidan 3,5 dan zo'r baho. 5000 deb turadilar, 3,5 ekan. Shu oq yurak ne oq yurak deb aytadi? Urus yurakmi? Yo boshqacha yurak? Sortu ak boğan. Sorti oq, Bir hammasi. İçini mazasi bir xil. Acayip. Ya 3,5 ming so'mdan beri tutibdi kelaverasizlar qum bozori. Banda yuraklar. Bu yuraklarni yerniga ağa, assalomu alaykum. Necha so'm? Qoraqalpoqning yuragi. Necha so'm? 3,5 ming so'm. Zo'r gap yo'q ağa. Tushirma ağa. Hay? Yo'q, olaman. Yaxshi. Yetdik. Tushirmaysan, Tushirma deb. Yaxshi, har xil gaplar keladi kallama. Kellagan gapni aytaversam bo'lmaydi. Nechadan berdingiz ağa? Assalomu alaykum. Donaga 10 ming so'm ekan. 2 kilo yendim 5 mingdan oladi ekan. Ziyod kelsa 3 kilo. 4 kilo. Endi 3 mingdan keladi ekanda. Başkada açıkam yok abi. Din trokya olup kaldı. Mana. Ey berekallah. Baxtınız yatma, o'tavering. Joyina qo'y, chiqarmam girizmam dedilar. O, optim yurak banda ekan qoqi. Xudoy qadrimizni murabi bilan. Optim yurak banda ekan qoqi. Inoqlar. Joyib o'shadan qadr qo'yamiz o'shadan fona. Ondan tushirib beralar. Qani egasi neydi buni? Egasi bandami? Bazar kişi kaldı deyin. Qani optim banda ekan. Qani yuraklar nechadan bo'ldi? Nechadan bo'ldi yuraklar? 4 mingdan. Optim qon tarozlar banda ekan. Mana. Optim benda ekan abi. Necha aytdingiz? 4 ta 3,5 ber tutmisiz? Yaxshi 4 ming. 4 mingdan ber tutdilar ekan. Ketdik yaxshi og'alar endi. Bu videomiz qisqacha bo'ldi. Arzoni bormi aka? Nechadan ekan taroz? 1,5 so'mdan ekan. Beyanımız zapças bozor. Endi keyingi videomuz ko'na eski zapçaslarni ko'rsatib o'tamiz. Evvelki ko'na videolarimizdagining kerak vajlarni, pulini, telefon nomerlarini so'rab o'tamiz. Keyingi videoda like ni bosib obuna bo'lib qo'ying, bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun.